Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatologiya va kosmetologiya darsida 4-sinf bilan ishlayman. Ular bilan bugungi mavzumiz jinsiy aloqa yo'lida yuqadigan kasalliklar. Tanosil kasalliklari deb jinsiy aloqa yo'li bilan yuqadigan kasalliklarga aytiladi. Hozirgi vaqtda ularning 29 tadan ortiq turlari aniqlangan. Shulardan eng ko'p kechadigan va ko'p uchraydigan turi bu zaxm kasalligidir. Zaxm surunkali domadagi yuqumli tanosil kasalliklari bo'lib, barcha organlar, jumladan teri, silliq pardalar, ichki organlar, asab va suyak sistemasining zararli. Yani birinchi infeksiya teri jinsiy aloqa vaqtida kontaktda bo'lgan zararlangan teriga tushib, ma'lum bir vaqt teri silliq pardalar zararlanib, endi vaqt ichishi bilan qonga tushib, qon butun organga tarqalib zararlanadi. Zaxm kasalligining kelib chiqishida quyidagi 3 nazariya mavjud. Bunlardan birinchisi Markaziy Amerika aholisida Yevropaga zaxmning tarqalishi. Ikkinchi nazariya esa Afrika qit'asidagi Frambiya, Pinta va Bejel kasalliklari qo'zg'atuvchilarining mutatsiyasi natijasida hosil bo'lgan streptokokallarning genlarga tarqalishi. Uchinchisi esa o'tmish nazariyasi. Zaxm kasalligi juda qadim zamonlarda ma'lum bo'lib, kasallikni Hippokrat, Abu Ali ibn Sino, Xitoy, Hindiston olimlari tomonidan ham yozib o'tilgan. Lekin kasallikka aniq nom berilmadi. Ko'pincha qaysi davlatga o'tgan bo'lsa, o'sha davlatning nomi bilan aytiladi. Masalan, fransuzlar Ispaniya kasalligi degan, chunki ular Ispaniyadan bizga o'tganda kasalligi degan. Turklar Italiya kasalligi degan, chunki birinchi bo'lib Italiyadan Turkiyaga tarqalgan. Ruslar esa fransuz kasalligi degan, chunki ularga esa Fransiyadan kelgani uchun qayerdan kelgan bo'lsa o'sha yerdan nomi bilan ataladi. 1530-yil Venetsiyada Italiya olimi Gerolamo Fracastro tomonidan yozilgan Siflis yoki fransuz kasalligi degan poemaning bosh qahramoni ismi Siflis nomiga asosan yuqoridagi kasallikni Siflis deb atala boshladi. Siflis siz cho'chqa flos do'st degan ma'noni beradi. O'zi podashi bo'lgan yozilishicha o'sha poemada ikki xil fikr bor. Birinchisi asosan Siflis podshohga yomon xizmat qilgani uchun Xudo tomonidan jazolangan, ikkinchisi esa cho'chqa bilan jinsiy aloqa qilganligi uchun Xudo tomonidan jazolangan va jinsiy aloqaga yara chiqqan. Xullas shu poemadan keyin bu kasallikning nomi Siflis deb atala boshladi. Va bizning vaqtgacha bu kasallikning nomi Siflis bo'lib kelgan. Zaxmning Yevropada paydo bo'lishi haqida har xil fikrlar bor. Bir guruh olimlarning fikricha Siflis Yevropada qadim zamonlarda ma'lum bo'lib, odamlarni jarohatlab kelgan. Bu guruh olimlarning Yevropeyistlar deb o'tishdi. Yevropeyistlar fikricha Siflis Yevropada qadim zamonlarda ma'lum bo'lib, hech qayerdan olib kelinmagan. Ular bunga dalil qilib qadimiy Hind, Xitoy, Yigitik yozuvlaridan bemorlarda orqa teshik atrofida jinsiy aloqa, og'iz bo'shligida paydo bo'lgan har xil qo'shmalar haqida yozilganini isbot sifatida oladilar. Prakash nemislar fikricha bu Siflis toshmalar bo'lsa kerak. Ya'ni bu qadim zamonlardan beri bo'lib kelgan, oldingi vaqtdan kasallik chiqib turgan, o'sha vaqtda olimlar yozgan fikricha o'sha natijada fiziologiyada paydo bo'lgan toshmalar xuddi Siflis kasalligidagi toshmalarga o'xshash bo'lgani uchun qadim zamondan bo'lib kelyapti degan fikr bor. Ikkinchi fikrda esa bu guruhda Yevropadan Christopher Columb Amerikani ochgandan keyin Amerikada o'tgan. Ularni amerikaliklar, ya'ni Christopher Columb askarlari Amerikaga borib, tinch holatda jinsiy aloqa qilgan. Ular esa lama qiyalari bilan jinsiy aloqa qilgan va shuning natijasida kasallik kelib, keyin butun Yevropaga tarqatgan degan. Buni amerikaliklar bu fikr egalladi. Boshqa guruh olimlar esa fikricha zaxmning vatani Afrika bo'lib, o'sha yerdan boshqa aloqa tarqalgan ularni afrikanslar deb qo'yishgan. Afrikada boya aytganimizda Braziliya va boshqa qo'qlarning mutatsiya natijasida kelib chiqqan. Zaxm qo'zg'atuvchi oqish streptokokka yoki trepanelni 1905-3 kuni nemis olimlari Wolfman va Schaudinger ixtiro etgan. Oqish trepanelning optik mikroskop ostida ko'rganimizda strasmol shakliga ega bo'lib, uzunligi 7-9 mikron, eni esa 0,5 mikronga teng va 5 xil ko'rinishda harakat qiladi.
Bu yerda spiralsimon ko'rinishga egan oqish telekanallar ko'rib qorong'i muhitga ko'ryapti. Spiralsimon deydi oqish telekanal. Mana bu yerda besh xil harakat, ilgarilanma harakat, yaqinsimon harakat o'z o'qi atrofida bukiluvchi va parvasidan besh xil yerda harakatlar ekan. Bu rasmlarda siz mana ko'rib turibsizlar. Parvasiman harakati, o'z o'qi atrofida harakati, beshta harakat yig'ilishini mikroskop ostida ko'rib turibsiz. Bu yerda esa oqish to'lqinlanma hujayrasining kesib ko'riladigan mikroskop ko'rishi. Bu kapsulasi, hujayra devori, ribosomlar, rizosomlar, hammasi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Oqish to'lqinlanmani o'zingizga qora oq-qora ko'rishi. Oqish to'lqinlanma alarida muhitda yaxshi rivojlanadi. Bu quritishga chidamsiz, lekin muhitda uzoq yashaydi. Ya'ni 60 gradus issiqlikda 15 minutda holat bo'lsa, 100 gradus issiqlikda o'sha vaqtda holat bo'ladi. Past haroratda uzoq saqlanadi. Meditsina yoki to'lqinlarning birgami nisbatida yetmasdi. Oqish prefekta tezda holat bo'ladi. Elektron mikroskop bilan tekshirilganda oqish prefekta tashqarida 3 ta qavat parda bilan qoplanadi. Pardalar ostida itchalar, fibrillalar, sitoplazmatik qobiq joylashgan. Sitoplazmatik qobiq ham 3 ta qavatdan iborat bo'lib, oqsil hosil qilishda, yadro vakuolar hamda mezosomalar sintezida ishtirok etadi. Oqish prefekta ko'ndalarni bo'linish yo'lidan ketadi. Noqulay sharoitda esa chista yoki el formada o'tib olishi mumkin. Endi zaxm bilan zararlanishning shart yo'llar. Zaxm bilan zararlanishning 3 ta shartli yo'l. Ya'ni birinchisi oqish prefektadan virulent bo'lishi. Butunligi buzilgan teri va shilliq pardalar bo'lishi va uchinchisi odam organizmi immunitetini pasaytishi. Mana shu 3 ta holatda kasallik yuqishi mumkin. Ya'ni oqishliklar virulent yuqori bo'lsa, terimizda aynan butunligi buzilgan joyga tushsa, teri va shilliqlar tushsa va organizm kasallik tushgandan keyin o'sha tushgan odamda immun sistemasi past bo'lsa, kasallik paydo bo'ladi. Yuqish yo'llari eng ko'p tarqalishi u jinsiy aloqalarga. Kasallik chiqindilari ifloslanma buyumlar orqali ham yuqishi mumkin. Kasblar munosabatida zaxm kam bo'lsa-da uchrab turadi. Ular asosan shifokorlar. Chunki shifokorlar bemorlar bilan ishlagan vaqtida masalan uchun jarroh, aksilginekolog, stomatolog, quloq tomog'i burilish mutaxassislari, revmatolog, laborantlar ishlash jarayonida qo'lga kelgan qo'lqoplar ketishi mumkin. Igna, qon chiqishi kasalligi asosida kasallikning belgilab turib bo'ladi. Undan keyingi kasallik yo'li bu bemor onadan homilaga o'tishi va eng oxirgisi qon qiyish. Ya'ni agar qon qiyish donorning qoni zaxm bilan kasallangan bemordan qon olib quysa, sog'lom odam zaxm bilan kasallanadi. Zaxmning ta'siri. Zaxmda birinchi o'rin inkubatsion davri. İnkubatsion davridan keyin birlamchi serovigativ, birlamchi seropatik, birlamchi yashinda. Undan keyin esa ikkilamchi zaxm bo'lsa. Ikkilamchi yangi zaxm, ikkilamchi residif zaxm, ikkilamchi residif davolangan zaxm, ikkilamchi yashin zaxm. Bunda serologik reaksiyalar va oldindan qolishga birinchi qo'yilgan diagnoz ko'rsatilgan. Seropatik zaxm, ya'ni ikkilamchi yashin zaxm va serologik taqsimdir. Yashirin serologik zaxm. Yashirin serofiksiyachilangan zaxm, ya'ni serologik zaxmni qo'shimcha davolash ostilar bilan davolangandan so'ng serologik reaksiya musbat bo'ladi. Undan keyin esa ikkinchisi ishlamchi zaxm. Ishlamchi faol zaxm, ishlamchi yashirin zaxm. Normal zaxmlarning ular bir turlari bor. Unaqamiz hozir klassifikatsiyasi bo'lar. Yerda yashin zaxm, ya'ni klinik ketishi asid form. Serologik reaksiyalar esa musbat bo'lgan va serial zararlangan ikki bo'lmagan zaxm. Kechki yashin zaxm, ya'ni klinik ketishi bo'yicha asimptom, lekin serologik reaksiyalar esa musbat va zararlangan 2 yildan ortiq vaqt o'tgan.
aniqlanmagan yashirin zaxm, teorik reaksiyalar musbat, lekin dalilangan vaqt aniq va bo'lmagan zaxm. Erta tug'ma zaxm. Bu ko'krak yoshlarida 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarda va kechki yoshlarda bolalar nimada? Bu 1 yoshdan 4 yoshgacha tegishli bo'ladi. Kechki tug'ma zaxm, tug'ma yashirin zaxm, asab tizimini erta zaxm, zaxm infeksiyasi 5 yilgacha bo'lgan muddatda asab tizimiga boradi. Asabdan kechki zaxm, bunda asab tizimining zararlanish odatda kasalliklarni 5 yildan keyin bo'ladi. Orqa miya so'xtasi, progressiv falat, vitseral zaxm, bunda ichki a'zolarning zararlanishi kuzatiladi. Endi sizlarga bir zaxm kasalligining klassifikatsiyasiga eng yo'l bolalar hostayı. Ana bu bo'lar ekan. Yashirin davri. 3 haftadan 4 haftagacha birlamchi zaxm. Bu 6-8 hafta davri. Yani birlamchi serum zaxm, birlamchi serum pozitiv zaxm, birlamchi yashirin. Ikkilamchi zaxm ham 3 ta turga bo'lingan. Yani bir ikkilamchi yangi zaxm, ikkilamchi yashirin zaxm, ikkilamchi qaytalangan zaxm. Uchlamchi zaxm esa faol zaxm, yashirin zaxm. Ularning hammasi vaqt kechirdi. Bunda biz sizlar bilan o'sha davrlar borasida ko'rib chiqamiz. Birinchi inkubatsiya. Inkubatsiyalar organizmda oqish telefonlar kirgandan boshlab to kasallikning birinchi belgisi og'rimaydigan qattiq shankir qo'lga bo'lgunga qadar davom etadi. Bu davr o'rta hisobda 1 oygacha davom etishi. Ba'zan esa 10-15 kun qisqarishi yoki yo'q oygacha cho'zish ham mumkin. İnkubatsiyadan doğru o'zgarishi asosan boshqa yo'ldosh kasalliklarni davolashda antibiotiklar hamma joyda qo'llash mujtiydi. Ya'ni misol uchun bemorda tumor bo'ldi, gonorreya bo'ldi, yoki tonsillit bo'ldi, boshqa kasallik bo'ldi. Biz zaxm kasallik borligini bilmaymiz. Biz o'shani davolashga harakat. Uni davolagan vaqtimizda antibiotik beramiz. Antibiotik berib davolaymiz, uni yaxshi qilamiz. Lekin antibiotik miqdori zaxmni davolashga yetarli emas. Shuning uchun inkubatsiya uzunib ketdi. İnkubatsiyadan doğru çıkarışı ise immün sisteminin taslidi. Yani immün taslidi mana quyidagi kasallikni olib keladi. Tabii sel, revmatizm, alkogolizm, gipervitaminiya, narkomaniya, ular bilan og'rigan bemorlarni ayrimlarida kuzatishi mumkin. Buni immunitet pasaygandan keyin oqish telefonini yurlik oshib ketadi, kasallik inkubatsiya davri qisqarib, kasallik keyin nomlanadi. Birlamchi zaxm. Qattiq yara yuzaga kelgan vaqtdan to terida toshmalar paydo bo'lgunga qadar davr hisoblanadi. Ya'ni birlamchi zaxm bo'linadi. Birlamchi seramik zaxm, ya'ni 1-4 haftadan 3-4 hafta davom etadi. Yana bu davrda serumlar reaksiyalar manfiy bo'ladi. Chunki hali oqish telefonini qonga tushib ulgurgani yo'q. Bu teri shilliq paydo bo'lyapti. Shuning uchun serumlar reaksiyalar ko'riladi. Ikkilamchi birlamchi seropozitiv zaxm. Seropozitiv, yani serologik reaksiyada ko'rinadi. Bu 3-4 hafta, ya'ni 3-4 hafta davom etadi, 5-8 haftalarda kechadi. Bioloji qon o'tgan bo'ladi, o'sha dunyoning uchun qonda serologik reaksiya kechirganda isbot qilinadi. Ikkinchisi birlamchi yashirin zaxm. Endi birlamchi zaxm paydo bo'lishda qattiq shankir paydo bo'lganida birlamchi zaxm paydo bo'ladi. Endi qattiq shankir ko'rish chiqadi. Birlamchi quyidagi nomlari ham bor. Birlamchi sifiloma deb yuritiladi. Birlamchi aktiv, birlamchi skleroz, bu qattiq yaraning nomlari. Birlamchi zaxmga diagnoz qo'yish uchun bir nechta dalillar bo'lishi kerak. Ya'ni neurolog aniq, ya'ni kim bilan jinsiy aloqada bo'lgan, qayerda bo'lgan, kimlar bilan gaplashish kerak. Bemorning shikoyati aynan birlamchi zaxmga xos. Qattiq shankirlik xos klinik belgilarini tekshirib ko'ramiz. Oqish telefonimani shankirdan topilishi tekshirib ko'ramiz. Regional limfotillarning kattalashi buni ko'rib chiqamiz. Regional limfotillar serologik reaksiyalar natijalarini qarab biz birlamchi zaxmni diagnoz qilamiz. Bu yerda qattiq shankirlar ko'rib turibsizlar, bu holat boshlash terishda qattiq shankirdan bir nechta bo'lib joylashishi qattiq shankir. Bu yerda esa tarafiy qattiq shankirning asoratini ko'rib chiqamiz. Bu yerda holat boshlash terishda qattiq shankirni ko'ryapsizlar. Bu yerda ikkinchilar ko'ryapsizlar. Bizda ham ko'ryapsizlar, mana bu yerda bor.
chilla ko'rib ketgan qattiqchilik. Oqishda Panama teriga yoki shilliq qavatlarga kirgach, u yerda zaxmning birlamchi atrofida deyiladi. Qattiq shankar paydo bo'lib, bu ikkilamchilarga xos belgilar bilan almashilgan qadar bo'lgan muddat zaxmning birlamchi dori deb ataladi. Birlamchi dori qondagi vaserman va cho'kma reaksiyalarning natijalariga qarab keladi. Seronegativ va seropositiv dorilarga bo'linadi. Bunu aytganimizda birinchi qattiq shankarning boshlanganidan birinchi haftada 3-4 haftagacha seronegativ ya'ni serotik reaksiya deb ko'rinadi. 5-8 haftalarda serotik reaksiyalar ko'rina boshladi, shundan keyin seropositiv bo'ladi. Zaxmning ketishi birlamchi zaxmga o'rtacha 6-8 haftada bo'ladi. Zaxmning birlamchi faol dori oqish tarafidan tushgan terida qattiq shankar regional limfadagi ba'zan infangit hosil bo'lishi bilan ifodalanadi. Qattiq shankar vaqti birlamchi sizlom nima ekan? Oqish tarafidan kirgan teri va shilliq qavatlarda chegaralangan infiltratning hosil bo'lishi bilan boshlanadi. Keyinchalik infiltratning yuza qismi mikrobga uchrab eroziya yoki yara o'sadi. Qattiq shankarning joylashgan o'rniga qarab zaxm infeksiyasini yuqish yo'li haqida bir fikrga kelish mumkin. Qattiq shankar ko'pincha jinsiy a'zolar, ya'ni jinsiy olat boshchasida, pelbutsial xaltachada, anus, katta va kichik jinsiy uyatda lablarda, bachadan bo'yin qismlar bo'lsa, bu kasallik jinsiy yo'llarga ko'rsatadi. Ba'zan qattiq shankarning oyoq, qorin va boshqasi holat qilishi. Qattiq shankar badan terisi yoki shilliq qavatlarning har qanday joyida ko'pincha lab, teri, ko'krak va batoncha belgilarda joylashadi. Bu kasallikning nojinsiy yo'lini o'tganligi inshaalloh qotil. Odatda qattiq shankar oval yoki yumaloq atrofi teridan aniq chegaralangan qattiq jinsiy tonalida keladigan eroziya. Qattiq eroziyalarning rangi qizil, chetlari tekis, yirilmadan biroz ko'tarilgan bo'lib, tegi tomon nishab bo'lib turadi. Xuddi mikrobchaning tabiiy esa. Yaraning tekis shilliq go'sht rangida yangi qo'yilgan mol go'shtining rangiga o'xshash bo'ladi. Uning markazi noqob sarg'ish yog' mor bilan qoplangan bo'lishi mumkin. Eroziyalarni biroz suyuqlik chiqib turadi. Shankarda yaproq va laklangan bo'lish. Qattiq shankarning xarakteriga belgilardan biri qattiq konsistensiyali infiltratga ega ekanligidir. Barmoqlar bilan palpatsiya qilganda eroziya ostidagi qattiq infiltrat artadi. Yarali qattiq shankarning chetki qismi tubidan ko'ra balandroq bo'lib, tagida qattiq infiltrat qo'yilgan. Eroziyali shankar epiteliyaziya yo'li bilan tuzalsa, yarali shankar bitgandan so'ng chamda qoladi. Tepada aytib o'tdik, qattiq shankarning eroziyali va yarali turlari. Eroziyali turi bu joyda ikkilamchilik dasa qolib, keyinchalik chamda qolmasligi, lekin yarali turi yerni ko'taradi. Shuning uchun yarali turda zo'rlik ketganligi kelida chamda qoladi. Birlamchi signalni subyektiv belgilarsiz, ba'zan esa kamdan-kam sezgilarsiz og'riq bilan kechadi. So'nggi yilda qattiq shankarning ko'rinishida ma'lum bir o'zgarish ro'y berdi. Ya'ni ilgari zaxm bilan og'rigan bemorlarning 80-90%da qattiq shankar bir dona bo'ladi. Hozirgi esa bemorlarda qo'llarning 2 va ortiq qattiq shankarlar kuzatiladi. Shu bilan birga yarali shankar ularning kelgan infeksiyasining asoratlari shifolar ham kesil uchrab turadi. Qattiq shankarning anagental sohalarida uchrashi ko'proq kuzatilmoqda. Qattiq shankarning og'iz bo'shlig'i kuzatilishi ko'proq ayollarda kuzatilsa, anus atrofida joylashishi esa erkaklarga xos. Birlamchi shifomlar shu sohalarda uchrashi jinsiy aloqaning namoqbul ko'rinishdan mavjud bo'ladi. Ya'ni ayollar ko'proq og'iz orqali jinsiy aloqa qilishga yoki og'iz orqali paydo bo'lishi ko'proq kuzatilyapti. Erkaklar esa anus orqali kuzatilishiga doğruca jinsiy aloqa qilishni chasta kasallikka kelib chiqadi. Qattiq shankar haqida ko'p gaplashish endi kam bo'lsa uchrasa qattiq shankar turlari, atipik turlari haqida suhbatlashdik. Atipik qattiq shankarlar. Atipik qattiq shankarlar juda kam kuzatilishda. Mana bu gapda tibbiyot aqlining juda ziyrak bo'lishi talab qilinadi. Chunki aralashmaslik kerak zaxm kasalligi davolashda. Atipik qattiq shankarning 4 xil bo'ladi. Indiratsiz,
tasma qattiq bodamcha belgilarda uchraydi qattiq va to'rtinchisi ko'ngilli shank aktiv shanklar endi birinchisini ko'rib chiqamiz interaktiv shish interaktiv shish ko'pincha katta va kichik uyatli lablarda erkaklarning mo'yak xaltachasida va oyoq po'stchasining chekka qismida paydo bo'ladi og'riq shishlar jinsiy a'zolar to'qimasi shishdan qattiqlashgan bosib qo'ysa bormoq uzib qoladi Shankir amigdali bodamcha bezi bir tomondan kattalashib, biroz shishadi, qizaradi, qattiqlashadi, ammo og'riq. Yara va eroziya ba'zan ko'rinmaydi. Bemorni issig'i chiqmaydi, ovqatlangan vaqtda og'rimaydi. Bemorni yutilmaydi. Ammo o'sha tomonda bo'yin va jo ostida lyumfatiklar kattalaydi. Bemorning immuniy ahvoli o'nglanadi. Yana bodamcha bezda tanzilikni diagnoz qiladigan bo'lsak, bodamcha tanzilikni misol uchun ikki tomonlama ishchi, tanzil amaliyotida bir tomon ishlaydi. Imlo yutilishga og'riq bo'ladi, tanzil amaliyotida og'riq bo'ladi. Bemorni shunday shuning uchun bemor ovqatlanish talab qilmaydi. Tanzilikda ikki tomonlama ishlari og'riqli bo'ladi. Bunda esa bir tomonlama ishlari og'riqsiz qattiq harakatchan bo'ladi. Keyingisi Shankar Panarisi ko'pincha tibbiyot xodimlari, yana boya aytib o'tgandek, yuqish yo'lida, kimlarda, chirurglarda, ginekologlarda, stomatologlarda, laborantlarda asosan ko'rsatkichi barmoqda uchraydi. Bunda barmoq qaytarishadi, gugurt to'kishi o'tiradi. Chetlari noto'kis shakliga esa noto'g'ri bo'ladi. U og'riqda tirsak tugmalari qaytarishadi. Kasallik klinik prototipni panarisi esa lekin qattiq infiltrat Remunerasyon kuzatishi va o'tkir yalmasi o'lcham aktiviteti panalisiyada farq qiladi. Ya'ni panalisiyada kimliklarga tez nomlanadi. Bunga esa tez nomlanadi. Sekin jarayon sekin uchun. Va yana limfatiklarning kattalashishi, og'riqsiz qattiq harakatchan bo'lishi shankar panalisiya uchun xos deydi. Mana bu yerda ko'p ketlar shankar panalisiya. To'rtinchisi fungozli shankar. Bu boshlanishda xuddi tasmol shankari kabi bo'ladi. Keyinchalik yara yoki eroziya yuzasida go'shtsimon o'simtalar paydo bo'lib, shankar qaramisi. Shuning uchun bu turdagi fungozli shankar turadi. Demak, biz bilan qattiq shankarning to'rtta qo'llanib endi qattiq shankarning asoratlari. Balanopasti, stimoz, parafinoz, qattiq shankarning yangilikasi, qizil paglik. Bu zaxmni asorat emas, bu zaxmda paydo bo'lgan qattiq shankar asorat. Shankarning asoratlanishi, qattiq shankarning ikkilamchi infeksiya bilan asoratlanishi va o'z vaqtida tegishli davo ishlar olib borilmaganligi natijasida yersiz balanopati, stimoz, parafinoz, ganglion, paglik kabi o'lishga keladi. Endi bir boshdan ko'rib chiqamiz. Yersiz balanopati. Bu qattiq shankarning eng ko'p uchraydigan asoratlaridan biri. Repetitsiya xaltachada yetarli namlikning tartib harorat va oziqlanishi uchun qulay muhitning paydo bo'lishi mikroorganizmlar tezlikda ichiga ko'tarilishiga olib keladi. Qattiq shankar atrofida shish, qattiq shankar shish bo'ladi. Ertani yallig'lanish belgilari bunda bo'ladi. Eroziya hosil bo'ladi. Natijada ularning usti seroz yengillikda qoladi. Bunday manzara qattiq shankarning klassik ko'rinish ketishi izlatmaydi. Için bakın eleşmesi gerekiyor. Hatta sağlıklarını birazcık paranın pastikeyle eleşmek istedim. Kirinli asarak simol. Simol bir kat tamalarda boy bulunan tripüksel farklıdır. Buna bir aminoasit yararının boylanışının simolda kökeni çıkarışmanı. Şimdi olak boşçasının çekip gitmeye katlaşan elastikliği yoğatar ve tripüksel farklıdır. Cinsi olak boşçasının çıkarışına falan koyuyor. Cinsi olak boşçasının var. Tripüksel kalkı içindeki materiasya olat boshchasida katta eroziya hosillar. Qoraygan tripüksel kalkıcha teshikning ichiga oqish qiladi. Bu yana limfatiklarni paypaslaganda og'riqni, harakatchanlikni kamayadi. Tripüksel kalkıchaning shishi infiltratsiya natijasida tripüksel kalkı olat boshchasi siqib qo'yadi. Natijada qon va limfalanishning olat boshchasi va tripüksel kalkıchaning to'qnashuvini mikroga bu parafin.
Gangrena va fagilizm. Qattiq shantaning asoratlarining eng og'ir ko'rinishi u kam pullar va ichkilik ichadigan kishilarga uchraydi. Bunda juda superiyoz infeksiyasi qo'shilishi kasallikning tez rivojlanishiga olib keladi. Qattiq shantir midasida kir, ya'ni qora yoki qalin qora rangli chiriq paydo bo'ladi va u ko'chganida bemorlar yiringli va infeksiya chiqadi. Infeksiya asosan granulation to'qima bilan qoplanib, keyindan so'ng chandiq qoladi. Agar gangrenali shantirdagi yallig'lanish jarayon atrofga va ichkariga tarqalsa, bu tagizm deyiladi. Bunda bemorda ishtirok qaqshaydi, issig'i ko'tariladi, boshi og'riydi. Zararlanish alomatlari ko'payadi. To'qimalarning kuchli parchalanishi katta va chuqur yaralar hosil bo'lishi hamda qon oqishiga olib keladi. Bemorning ahvoli og'ir. Eng og'ir bu gangrenali shantir. Qattiq shantirdan neydi? Rudinar sklerozga kuzatiladi. Ya'ni qattiq yara paydo bo'lgandan so'ng bir haftadan keyin limfa tugunlari kattalashishi. Rudinar sklerozning birlamchi zaxmi ikkinchi asosiy belgisi va u qattiq shantir paydo bo'lganda 5-7 kun o'tib yoziladi. Agar qattiq shantir tashqi jinsiy a'zolarda joylashsa, u holda chov sohasida mutlaq qiyinlar kattalashi. Agar u bachadan bo'yinda yoki to'g'richa sfinteridan yuqorida gelishsa, u holda kichik chanoqli infeksiya va jav va dahan ostidagi infeksiyalarning kattalashi qattiq shantirning lab yoki og'iz bo'shlig'ida joylashganligida. Limfa tugunlarining laviyada kattalashi qattiq elastik ta'siriga ega bo'lishi. Paypaslab ko'ringanda ularning harakatchanligi, bir-biri va teri bilan birlashmaganligi hamda og'rimasligi regional sklerozning uchun xarakter. Ya'ni zaxm o'tmagan shu xarakter. Rikerning yozishiga sklerozning qattiq shantirga yo'ldosh va u bilan doimo birga uchraydi. Shantir ketidan izmir bo'ladi. Siyosiy tartiblash, yumshoq shantir, jinsiy organlar oddiy uchuv, foto etkilik, shantirga o'xshash belgilar, paratan belgilar. Bu belgilar to'liq belgilab o'tamiz. Bu belgilar ular belgilarning kasalliklardan bir-biridan farq qilish, foto etkilik praktiklar. Qachon zaxmni ikkilamchi davrga o'tamiz. Zaxmning ikkilamchi davri oqish trypani bilan zararlangandan o'rta hisobda 2-3 oy yoki birlamchi sistema paydo bo'lgan 6-8 hafta o'tgach, teri va shilliq qavatlarida toshma toshish bilan boshlanadi. Ya'ni sizlarga aytdik, inkubatsiya davri ish hafta dedik. Birlamchi zaxm davri esa 6-8 hafta. Ikkalasini qo'shsanglar 2-3 oy, o'rtacha 3 oy. Demak, 3 oydan keyin ikkilamchi zaxm boshlanadi. Kasallik davolanmagan taqdirda 2-5 yil cho'zilib ketadi. Zaxmning ikkilamchi davrida ichki a'zolar, harakat a'zolari, nerv tizimi turli xil patologik o'zgarishlar. Ikkilamchi zaxmning dastlabki 5-7 kunida deyapti. Ba'zi bemorlarda o'yin gormon tuzilishi, bosh og'riq, harorat ko'tarishi, kechqurunlari bo'g'im bo'lsangiz og'riq yetishadi. Lekin 80-90% holatlarda bemorlar zaxmning ikkilamchi davri ikkilamchi yangi zaxm toshmalarning birinchi marta toshishi va ikkilamchi rezidiv zaxm toshmalar qayta toshishi. Toshmalar toshi orasidagi vaqt ikkilamchi yashirin zaxm deyiladi. Ikkilamchi zaxmni morfologik o'limlar bilan ya'ni radiolar, ko'gimcha, ya'ni papullar, ba'zan esa tufaklar va yumshoq istiqlol chiqadi. Shu bilan birga bu davrda sklerotik deyiladi. Tosh ko'tarishi, sklerotik alopecia deyiladi. Tuzatish. Zaxmning ikkilamchi yangi davrda sklerotlar mayda, ko'p sonli, yorqinlar, simmetrik, atrofga yoyilgan, ketadigan. Bu davrda ba'zi bemorlarda qattiq shantirning qoldiqlari va regional sklerozga aniqlashgan. Buni bayaq aytgandek, sizlarga birlamchi qattiq shantirda birlamchi shantir bo'lib shantirning yarali turiga. Erozlik turi so'rilganda joyda vaqtincha yarali turi so'rilgan shantir qiladi. Ikkilamchi yangi zaxmni mana shu belgilar kuzatishimiz mumkin.
80-90% binolarda yaptı kolesterolini holati rivojlangan. Ikkilamchi retsidiv zaxmda toshmalar yil va soni kam. Ikkilamchi yangi zaxmda toshmalar soni ko'p edi. Ikkilamchi retsidiv zaxmga qarasalaring yili soni kam edi. Ikkilamchi yangi zaxm ko'p qachonki simmetrik edi. Ikkilamchi qaytadan zaxm esa simmetrik bo'lmaydi. Asimetrik bo'ladi. Ikkilamchi qaytadan zaxmdan guruhlashdan moyil bo'ladi. Va ko'p ishqalanuvchi sohalar, qon, jinsiyat va og'ir bo'shlig'i joylashgan. Ikkilamchi zaxm bilan og'rigan bemorlarni antibiotik bilan davolash vaqtida reaksiyasi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni davolash jarayonida antibiotiklar qabul qilingan antibiotiklarning ta'siridan oqish protonini nobud bo'ladi. Natijada mikroorganizmlar tarkibidan kiygan toksik modda ajralib chiqadi. Bu modda qon tomirlariga ta'sir etadi va qiyin jihatdan ya'ni bemorda harorat ko'tarilishi, o'zini simptomlar paydo bo'lishi, toshmalar soni ortishi, rangning yorqinlashishi kuzatilishi mumkin. Bu antibiotiklar qabul qilish jarayonida paydo bo'ladi. Zaxmning ushlanchi davri. Zaxmning ushlanchi davri birlamchi va ikkilamchi zaxmni chala davolanganligi yoki umuman davolanmagan sababdan kelib chiqadi. Ushlanchi davr 5 yil yoki undan ko'proq boshlanib, kelish yili qavatlar ichki a'zolar asab tizimi hamda harakat apparatini zaharlashtirgan kechadi. Endi zaxmni agar siz birlamchi davrda to'g'ri vaqtida davolansangiz, ikkilamchi zaxmga o'tmaydi. Ikkilamchi zaxmga o'tganda, ikkilamchi zaxmni ham to'g'ri vaqtida aniq davolasangiz, uchlamchi zaxmga o'tmaydi. Agar uchlamchi zaxm qachonki birlamchi ikkilamchi zaxmni davolanmasa yoki to'liq davolanmasa, noto'g'ri davolansa, natijada uchlamchi zaxmga tushib ketishi. Bu davrga bo'lmoqchilar yuzaki va dermal keyinchalik keladi. Gumma esa sport keyinchalik keladi. Yetagermal keyinchalik. Uchlamchi o'lganlar kuzatilishi. Ishlamchi davr elementlar yod va og'ir elektron saqlovchi dorilar tasdiqchan bo'lib, ular bilan davolangan elementlar kesiligiz kesiladi. Bemorlar serologik reaksiyalarning barchaligidan shu sabab bemorlar qonun orqali tekshirish katta ahamiyatga ega. Ishlamchi zaxmdagi gumma. Bu gipodermada joylashgan tugum bo'lib, kattalik zamoq topadi. Asosiy tugum kattalashi, kilo bilan bo'lishadi va harakatchanlikni yo'qotadi. Terimlarning ko'pincha qiziqish tushadi. Bemor og'riq sezadi. Tugumning o'rtasida yumshoq, bu yerda teshik hosil bo'ladi va undan yopishqoqlik ajralib chiqadi. Mikrobga uchragan bemorlar ko'pincha burun suyi qavatlarida joylashadi. Qattiq va yumshoq tango shikastlanishi oqibatida og'riq seziladi. Yo'qdan ovqat burun bo'shlig'idan o'tib ketadi. Dermada hujayra infiltrat hosil bo'lishi natijasida bo'lmoqchalik zaxm toshmalari vujudga keladi. Bu terini hamma joyda uchrashi qiyin. Bo'lmoqchilar og'riqlarni shishmaydi, hamda yallig'lanadi. Yarim oysimon yoki yassi bo'lib, izish terida asimetrik bo'lishadi. Bo'lmoqchilarning bir necha xili bor. Ya'ni guruhlashgan, elementlar guruh bo'lib kelishadi. Demak, o'lchab, ya'ni bo'lmoqchilar qo'shiladi, markaz, so'l, periferiya, yangi toshmalar toshib paydo bo'lsa. Maydonchalar, bo'lmoqchilar qo'shilib maydonchalar qatana, ya'ni taraf bo'landa keladi, bo'lmoqchilar. Ichki zaxmda harakatlanish apparatlar suyaklar, ichki a'zolar, asab tizimida birlashtiriladi. Suyaklar birlashib ko'rishadi. Ya'ni nimalar? Keratitlar, aslamliklar. Ular o'z navbatida cheklangan, yaqin tishuk bo'lishi, ular ko'pincha birga bo'lishadi. Ya'ni miyokardlarning birikilishi, miyokardning nafas qismi, faollik qilish, arteriya, miyokarddan kechadigan og'riq bo'ladi. Jigarning zararlanishi visceral zaxmning kam qismi. Yetakchilarda turadi. Asab tizimidan zararlanishi miyokon tomirlari zaxmi, progressiv falangitik chiqishi. Oftalmologik ko'z tarafining hiperemiyasi, papillit tigati. Litvada uncha rivojlangan yangilanish belgilari, gipertonik kriz, parasitizm, falangitik, xotra va tanaffusning buzilishlari kuzatilmoqda. Orqa miya to'xtash, og'ir o'tishlar ajratiladi. Bunda orqa miya og'riqlari, ustunlari va po'stloqlar shikastlanadi. Shu og'riqlar birdan boshlanib, keyin qolishi. Ba'zan uzoq vaqt qolishi. Orqa miya sohasida segmentlar xususiyatiga ega bo'lgan
qarashli, kuyish, detoksatsiyaning buzilishi, ko'z asab atrofiyasi, tovonda chuqur просто yaralar paydo bo'lishi, tosh qo'yishi, tishlarning tushishi ro'y beradi. Progressiv falaklik. Kasallik asosida miyadagi mayda qon tomirlarining yong'ilanishi va bosh miya moddasi, miyacha hamda markaziy asab tizimi shikastlanishi, miyada atrofiyasi bo'ladi. Kasallikni avj olgan joyda dilatatsiya, gallyutsinatsiya, taxmichiya, aloqalashtiriladi. Progressiv falaklik bemor shaklida bemorning atrofidagilar bilan hech kishi yo'lini qolish. Kimda apatiya, aflepat, asli o'yin falaj tutadi. Ekspansiv shaklda euforiya, megalomaniya, psixika bu aynishi hisoblanadi. Bu atrofdagilar uchun xavfli e'tiboringiz uchun rahmat.